Reyestr nima sababdan reyestrga tushib qolamiz va undan qanday qilib chiqish mumkin? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi mavzu reyestr haqida bo'ladi. Ya'ni reyestr o'zi nima sababdan biz reyestrga tushib qolamiz va undan qanday qilib chiqish mumkin, shular haqida ma'lumot beraman. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Birinchi bo'lib reyestr o'zi nima? Shular haqida batafsil ma'lumot bersam. Reyestr bu qisqacha qilib aytganda sizni Rossiyada yurish huquqingizni cheklaydi. Ya'ni 2025-yil 1-yanvardan boshlab reyestr qonunini Rossiya davlati joriy qildi. Ya'ni bu bez dokument yurgan odamlarni reyestrga tushirish. Agar siz reyestrga tushsangiz, sizni kartangiz avtomatik bloklanadi. Ya'ni siz kartadan kartaga pul o'tkaza olmaysiz. Yana agar siz patentga topshirgansiz ham patentdan отказ keladi, siz patent ola olmaysiz va yo'lda militsiya xodimi sizni ushlaganda bemalol shtraf yoki deport zapret urish huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni qisqa va lo'nda qilib aytganda, agar siz reyestrga tushib qolsangiz, Rossiya davlatida sizda hech qanaqa huquqqa ega bo'lmaysiz. Keyin reyestrga tushish sabablari eng ko'p uchraydigan holat bu Amina ilovasi orqali bo'ladi. Ya'ni bu qanday? Bilasiz, Amina ilovasini o'rnatganingizda siz geolokatsiya berib turishingiz kerak. Lekin ko'pchiligimiz VPN ishlatamiz. Agar siz VPN yoqqaningizda Amina ilovasida avtomatik geolokatsiya bermaydi. Shu sababdan ham agar siz Amina ilovasiga 3 kun ichida VPNni o'chirmasangiz, ya'ni geolokatsiya bermasangiz, avtomatik siz reyestrga tushasiz. Shu sababdan agar siz VPN ishlatmoqchi bo'lsangiz, kechasi o'sha Amina ilovasiga har kuni kirib turib, VPNni o'chirib, kuniga 2 soat va undan ortiq geolokatsiya berish tavsiya etiladi. Yana keyin shu Amina ilovasini ishlatayotganda ko'pchilik noto'g'ri adres berib qo'yadi. Ya'ni adresda iloji boricha yozib geolokatsiya berish kerak bo'ladi. Ko'pchilik kartada qo'yadi. Agar kartada qo'ysangiz, adres noto'g'ri bo'lib qolsa ham, mana shu ham reyestrga tushib qolishga sabab bo'ladi. Keyin ba'zilar qog'oz registratsiya qildiradi. Qog'oz registratsiyada adres boshqa, keyin Aminada faktiskiy adres boshqa. Agar siz mana shu MVD sizda ikkita adresda yashayotganingizni bilsa ham, sizni avtomatik reyestrga tushiradi. Keyingi holat bu уведомление bo'yicha bo'ladi. Bilasiz, 2025-yil 10-sentyabrgacha mana shu уведомление bo'yicha amnistiya e'lon berilgandi. Ya'ni siz yangi patent olganingizdan boshlab 2 oy mobaynida, ya'ni 60 kun ichida siz уведомлениеga topshirishingiz kerak. Agar уведомлениeni vaqtida topshirmasangiz, bu patent kuyishiga olib keladi. Bu ham sizni avtomatik reyestrga tushiradi. Keyin ko'pchilik turdovoy dogovorni olgandan keyin shu 2 oydan keyin harakat qilishadi. Bu ham noto'g'ri narsa. Agar siz yangi patentni qo'lingizga oldingizmi, turdovoy dogovorni olgandan keyin birdan уведомление topshirishga harakat qiling. Keyin yana ko'p uchraydigan holatlar bu mayda jarimalar. Ya'ni to'g'risi ko'pchilik avtobusga yurganda o'sha yo'l haqqini kartada to'lamaydi yo metroda 2 kishi bo'lib o'tib ketishadi. Agar mana shu narsa qayta takrorlansa ham, ya'ni Rossiya qonunchiligi bo'yicha 1 yil mobaynida siz 3 ta va undan ortiq jarimaga ega bo'lsangiz, bu ham sizni avtomatik zapretga olib keladi. Agar siz avtomatik zapret olsangiz, bu ham reyestrga tushishga sabab bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha jarimaga tushmaslikka harakat qiling. Endi reyestrdan chiqish yo'llari bu ikkita yo'l bilan chiqish mumkin. Ya'ni birinchisi bu, agar o'sha Amina ilovasiga sizga xabar kelsa, siz reyestrga tushirsiz, keyin горячий liniyada telefon nomeri bo'ladi, telefon qilasiz. Agar MVDga borish kerak bo'lsa, MVDga borasiz. Keyin ba'zilar esa Saxarovaga borishadi. Saxarovada borganingizda ham o'sha reyestrni sizga ochib beradi. Endi o'sha MVDga borganingizda yo Saxarovada borganingizda qanaqadir sizni jarimaga tortishi mumkin yo granitsa qilasan deb qaytarib yuborishi mumkin. Ya'ni ular qonuniy chora ko'rishadi. Shunga qarab siz reyestrdan chiqsangiz bo'ladi. Xullas, imkon qadar reyestrga tushmaslikka harakat qilingizda. Ya'ni videoni boshida aytib o'tganimdek, agar siz reyestrga tushsangiz,
Rossiya davlatida siz hech qanaqa huquqqa ega bo'lmay qolasiz. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat ba'zilari. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Keyin sizlardan iltimos, agar sizga ham shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, ya'ni siz reyestrga tushganmisiz, reyestrdan qanday qilib oshtirdingiz, shular haqida kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu videoni iloji boricha o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ular ham shu ma'lumotlardan boxabar bo'lishsin. Keyin o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz, ya'ni spestexnika va traktorga rossiyskiy prava va keyingisi onlayn aviabilet. Ikkala xizmat ham kommentariy va opisiyaga Telegram gruppalar va WhatsApp nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol ko'rsatilgan nomerlarga bog'lanib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.